Konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Konsert tomosha faoliyatida jonli ijroni yanada rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2025-yil 1-maydan davlat byudjeti va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladigan barcha konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Konsert tomosha tadbirlari reklamalarida tegishlicha jonli ijro, fonogrammadan foydalangan holda jonli ovoz yoki fonogrammali konsert dasturi deb aniq ko'rsatilishi lozim. Madaniyat vazirligi tomonidan ijodkorlarni O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi davlat mukofotlariga tavsiya etishda birinchi navbatda ularning jonli ijro eta olish qobiliyati inobatga olinadi. 2025-yil 1-iyuldan jonli ijroda tashkil etiladigan konsert tomosha tadbirlari bo'yicha reklamalarni O'zbekiston MTRK tizimidagi teleradio kanallarda efirga berish uchun tadbir tashkilotchisiga 30% miqdorida chegirma beriladi. Jonli ijroda va fonogrammadan qisman foydalanilgan holda tashkil etiladigan konsert tomosha tadbirlari O'zbekiston MTRK tizimidagi teleradio kanallarda tegishli teleradio kanal badiiy kengashining ijobiy xulosasi asosida bepul efirga uzatiladi. Har chorakda respublikaning barcha hududlarida jonli ijro haftaligi o'tkaziladi.